Mana lestnitsamiz bitib bormoqda. Qishlog'imizning oyxoni, yigitlarning pahlavoni Bekzodbek usta, katta usta ishlayapti. Xudo xolasa bitishiga bir necha daqiqalar qoldi. Ko'rib baho berasizlar. 14 ta stupinka, uzunligi 280, eniga 340 metr. Xudo xolasa oz qoldi bitishiga. Cho'tka qilib ishlayapti. Qo'lida hunari bor, qo'lga yaxshi ishlagan. Hozirda yana ishlab kelmoqda qo'liga. Bunchasi ham qilavermaydi tekizlashni. Qaranglar, mashina dam olmasdan bittada tekizlab chiqyapti. O'sha oyoqlarga ham ishlaganda. Agar yaxshi qizlar bo'lsa, aloqaga ham chiqib qo'yaverasizlar, bo'ydoq hali. Qo'lida hunari bor. Topishi yaxshi. Короче, kalla kompyuter. Sog' bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlab, layklarni bosasizlar degan umiddamiz.